Qayta homila o'smasligining sababini bilarmidingiz? Bu xromosom anomaliyalar bo'lishi mumkin, qandaydir genda uzilishlar bo'lsa, yoki bu endokrin bezlar faoliyati ham buzilishi bo'lishi mumkin. Masalan, bo'qoq bezi faoliyati buzilishi, oshqozon usti bezi faoliyatining buzilishi yoki oddiy polikistoz tuxumdonlar sindromi bo'lishi mumkin, yoki bu infeksiyadan, yoki trombofiliya, palatniy sikl, demak gemostaz sistemasida ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Og'ir jismoniy mehnat, og'ir jismoniy perigruskalar, kuchli stresslar ham bo'lishi mumkin. Yoki sizda nosog'lom turmush tarzi, masalan, alkogol, sigaret chekishlar, nos chekishlar mana oxirgi paytda bo'layapti, toksik moddalar qabul qilishlar, vaqtida uxlamaslik, bu ham kuchli stress. Xullas, azizlarim, infeksiyalar bo'lishi mumkin yoki 35 yoshdan yuqori ham ayollarda bu uchrashi mumkin. Chunki 35 yoshdan yuqori xromosom anomaliyalar ko'payishi mumkin. Yoki idiopatik umuman sababi ham topilmasligi mumkin. O'shaning uchun albatta azizlarim, akушер-ginekologga uchrashingiz kerak. Er-xotin birga. Oliy toifali akушер-ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna. Sog' bo'lingizlar azizlarim.